Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilar hamda mebel ishqibozlari. Navbatdagi zakazimizni klientimizni fayzli xonadonlariga olib kelib o'rnatib berdik. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina laykni bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, zallarini razmeri kattaligini hisobiga ikki tarafga 14 talikdan qilib, mana shunday chiroyli holatda qilib stol stullarimizni olib kelib joylab berdik. Stulni materialiga keladigan bo'lsak, plastmassa poliuretan materialdan bo'lgan, lata matosi 100% Turkiyadan. Xonani materiali MDF, razmeri 3,5 ga eni 1,20, tagidagi tumbasi simala poliuretan materialdan tayyorlangan. Xo'p, bu tarafiga ham xuddi shuni o'zidan qilib, bir xilda qilib 14 talik qilib plastmassa poliuretan materialdan qilib, bir xil holatda ikki tarafga 14 talikdan qilib, mana shunday ko'rinishda qilib, juda ham chiroyli holatda qilib tayyorlab berdik. Hop, kimgadir yana shunaqa stol stullar kerak bo'lsa, video tagida nomerlarimiz qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqib, zalni razmeriga moslatib, siz xohlaganday stol stul zakaz qilishingiz mumkin. Ranglarini, materiallarini va boshqa fasondagi stol stullarni ham juda ham chiroyli holatda tayyorlab beramiz.